Qadr kechasi yilning eng buyuk va barakali kechasidir. Unda qilingan ibodat 1000 oy, ya'ni 83 yil ibodatdan afzaldir. Bu kechada Qur'on nozil qilingan va bu kechada farishtalar yerga tushadi. Barcha gunohlar kechiriladi va duolar qabul qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kechani Ramazonning so'nggi 10 kunligida, ayniqsa tog' kechalarda qidirishni buyurganlar. Bu kechani zikr, Qur'on tilovati, duo va istig'for bilan o'tkazganlar ulkan ajrga ega bo'ladilar. Qadr kechasini g'ofillikda o'tkazib yubormang. Bu kechada ko'p istig'for ayting. Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadilar: "Ey Allohning rasuli, agar qadr kechasi ekanini bilsam, unda qanday duo qilay?" deb so'radim. Shunda u zot sallallohu alayhi va sallam: "Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni" deb ayting dedilar. Agar men bilan o'qigan bo'lsangiz, duoni amin deb muhrlang.